hökuməti Xitay qurulğanlığının 70 illigini dünyanın hər qaysı joylarında təbrikləyətqan bir vaqtda Yaponiya Uyğur Cəmiyyəti Yaponiya parlamentida Uyğur məsələsi və Şərqi Türkistandakı yığılış lagerlərini tunuşturdu. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Şərqi Türkistan informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi. Nurg'un musulmon davlatdan qarindoshlarga qilingan zulmga sukut qilayotgan va turk davlatlarimi o'z qarindoshlarga qilinayotgan zulmni ko'rmasga selayotgan bir vaqtda Yaponiya parlamentida Uyg'ur masalasining tunishtirilishi muhim ahamiyatga ega. Yaponiya hukumati va xalqiga rahmat etamiz va minnatdorligimizni bildiramiz. Xitoyga qarshi barliq davlatlarning va kuchlarning birlashish va harakat qilish zamoni keldi. İstanbul şəhərlik hökumət bilan Xitay arasında dostluq kelishimi imzolangandan keyin İstanbuldagi tramvay bekatlarga bekat ismlarining xitoychasi esildi. İstanbulda tramvay va metro bekatlariga esilgan xitoycha xatlar norozilik qo'zg'adi. Xitoyning Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni yig'ilish lagerlariga qamaganligi va turk bolalarni assimilyatsiya qilib oilasidan ayirayotganligini eskartgan xalq bu ishga norozilik bildirdi. Şunun bilan birga tüm yordamlashish jamiyati bu xitoycha xatlarning ustiga Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulmi aks ettirilgan rasmlarni osdi. Bu jarayonlar ommaviy taratqularda ham baharlandi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'muriy rayonida doiralar maska cheklimasi chiqargandan keyin namoyishlar texmi keskinlashdi. Barliq metro va poyezd liniyalari vaqtliq to'xtatildi. Janubiy Xitoy səhər gezisining xabar qilishicha, bosh ma'mur Carrie Lam 4 oydan buyon davomlashayotgan namoyishlarda maska taqashning cheklanganligini e'lon qilgandan keyin Hong Kong ko'chalari bu kechasi namoyishlarga sahna bo'ldi. Namoyishlar sababli aerodromga boradigan tez liniyani o'z ichiga olgan barliq metrolar vaqtliq to'xtatildi. Saqchilar maskaliq namoyishchilarning kechada yo'llarga to'saq qurganligini, nurg'un yerda o't qo'yganligini, Xitoy bilan aloqasi bor ish o'rinlariga o't qo'yib, bulang-talang qilganligini e'lon qildi. Şunun bilan birga namoyishlarda 14 yoshli bir bolaning Xitoy saqchilarining o'qida yaralanganligi, vaziyatining og'ir ekanligi bildirildi. Shimoliy Koreya bilan Amerika orasidagi yadro suhbati Shvetsiyada boshlandi. Shvetsiya taratqullarining xabar qilishicha, Shimoliy Koreyaga vakolatan diplomat Kim Yong-il bilan Amerikaning Shimoliy Koreya alohida vakili Stephen Biegun poytaxt Stokgolmdagi bir mehmonxonada qattiq amonlik tadbirlari ostida uchrashdi. Shimoliy Koreya vakili Kim tushdan burungi uchrashish oxirlashgandan keyin muxbirlar uchrashishdan mamnun yoki emasligini so'raganda qani qarab boqayli deb javob berdi. Filippinning janubida terrorlik tashkiloti Daeshga tava bir tashkilotga a'zo terrorchilarning Moro Islomiy ozodlik fondi jangchilari bor bo'lgan bir joyda ilib borgan hujumda 7 kishining o'lganligi bildirildi. Filippin armiyasiga tava 6 piyoda qismning qo'mondoni general Carrion bayonot e'lon qilib, rayonda Moro qismlari bilan Daesh a'zolari orasida uzundan buyon dushmanlik borligini bildirdi. Filippinda 2014-yildan buyon singib kirishga urinayotgan Daesh davlatning har qaysi joylarida Abu Sayyaf, Filippin Ansar Xalifa degandek nomlar bilan terrorlik faoliyatlari olib bormoqda. Rossiyaning Yaqutiston rayonida dunyo olmos madanchiligi tarixida bundan burun hech ko'rilib boqmagan bir olmos payqaldi. Bu olmosning ichida erkin harakat qila oladigan boshqa bir olmos bo'lg'achqa Matroshka deb nom berildi. Tadqiqot natijasida ma'lum bo'lishicha, Matroshka olmosining dastlabda ichki qismi shakllangan bo'lib, olmos taraqqiyoti jarayonida tashqi qismi shakllangan.